Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2017 aprelda Taklamakan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan Baxt Saodatning 40 retsepti nomli kitobni tanishtirmoqchimiz. Ustoz Muhammad Yusuf 1968 yili 10 fevral kuni Xotan viloyatining Keriya nahiyasida ilm ma'rifatli oilada dunyoga kelgan. U hukumat maktabiga kichik yoshida o'qishga kirish bilan bir vaqtda mahalladagi yoshirin diniy madrasada oqshomlar Qur'on Karim yodlashga boshlagan. 1986 yili Misrning Qoyira shahriga o'qishga borgan va 2 oylik arab tili kursidan keyin Azhar institutining 1-sinfiga imtihon berib, a'lo natija bilan o'tgan. 4 yillik institutni musobaqa orqali 3 yilda tugatib, 1989 yilning oxirida Azhar universitetining shariat va qonun fakultetiga o'qishga tushgan. 1993-yili universitetni bitirgandan keyin Turkiyada 1 yil arab tili va Qur'on Karim o'qitishdan muallim bo'lgan. 1995-yili fevral oyida u Qozog'istonning Almuta viloyatiga qarashliq Isik shahriga kelib, u joydagi Qozoq-Turk institutida arab tilidan muallim bo'lib ishlashga boshladi. Bu jarayonda u bir tarafdan Qozog'istonning Cumhuriyetlik gazetlaridan Uyg'ur ovozi va Yangi hayot gazetlarida diniy va ijtimoiy maqolalarni e'lon qilib tursa, yana bir tarafdan islomdagi oila tuzumi, namoz o'qish qoidasi, islom aqidalari, zakot kitobi, ro'za va uning ahkamlari qatorli kitoblarni yozib chiqib nashr qildirdi. Qozog'istondagi Uyg'ur jamoatchiligi uning maqolalarini va kitoblarini qiziqib o'qiydigan bo'lib qoldi. Hatto ba'zi kitoblarni qozoq qarindoshlar qozoqchaga tarjima qilib, Shafaqat Nur degan oylik qozoqcha jurnalda yillarcha e'lon qilgan edi. Muhammad Yusuf 2001-yilgacha Qozog'istonda ana shunday bir tarafdan o'qitish va yozish, yana bir tarafdan xalqqa dinni to'g'ri yo'lga yetkazish bilan shug'ullandi. 2002-yildan beri Saudiya Arabiston radiosi Turkiston bo'limining mudiri bo'lib ishlab kelmoqda. Muhammad Yusuf tinimsiz izlanish va tirishish natijasida hozirga qadar 30 parchaga yaqin diniy asar yozib nashr qildirdi. U yana 10 tomliq tafsir yozgan bo'lib, yaqinda nashrdan chiqish kutilmoqda. Muallif kitobning muqaddimasida mundaq deydi: Eng go'zal maqtashlar va eng isl madiyalar olamlarning yaratquchisi va yegona Rabbi bo'lgan Alloh taologa xosdir. Alloh taoloni chin qalbimdan madiyalayman. Uningga hamd sano aytaman va shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkazgan suyumli payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomga durud, duo va salom yo'llayman. Uning oila da'vatlariga, sahobalariga va ta qiyomatgacha uning yo'lida mangdigan musulmon qarindoshlariga baxt saodat tilayman. Zamonning taraqqiy qilishiga ergishib, moddiy hayot ma'naviy hayotga ustun qilinayotgan. Dunyolik oxiratlikning oldiga qo'yilayotgan. Iymon ojizlashgan, axloq fazilatlar sustlashgan. Yangi krizislar o'tirg'a chiqayotgan bir davrda yashayapmiz. Zamonimizdagi insonlar dunyolikdan tilganlarga va moddiy boylikqa erishgandan keyin ma'naviy jihatdan namratlikqa va qashshoqlikqa giriftor bo'lib, huzur alovatsiz, baxt saodatsiz, buruqturm hayotda yashashga majbur bo'lmoqda. Nurg'un kishilar bu xil baxtsizliklardan qutulib, huzur alovatlik bir hayotni orzu qilsa-mu, uni hosil qilishning yo'llarida tang'irqab qolmoqda. Hatto ba'zilar baxt saodatlik, huzur alovatlik hayotga erishishni intayin qiyin, hatto mumkin emas deb o'ylab qolganlikdan umidsizlikka giriftor bo'lmoqda. Aslida o'zimizni va boshqalarni xushal qilish, baxt saodat ichida hayot kechirish hargiz qiyin ish emas. Hamda baxt saodat degan sirtdan import qilinadigan narsa emas, balki u o'zimizda bor va o'zimizdan chiqaradigan narsadir. Afsuski, baxt saodatni hosil qilishning choralari nihoyat o'ng'ay. Bakmo oddiy tursa-mu, nurg'un kishilar buningdan g'aflat qilganlikdan uningdan mahrum qoladi va bu qisqagan hayotlikda ham o'zining ham boshqalarning hayotini jahannamga aylantiradi. Doimiy xushallik va baxt saodat ichida yashash har kimning qo'lidan keladigan ish bo'lib, bu azroq tirishchanlik ko'rsatib, o'zimizdagi javharlarni qazish orqali amalga oshadi. Fikr bir qancha 10 yildan beri bu mavzuda jiddiy izlandim. O'tmishlardagi va hozirgi olimlarning bu mavzuda yozgan asarlarini qatirqinib o'qib o'rgandim. Bo'libmi Hujjatul Islom Abu Hamid G'azali, Shayxul Islom Ibn Taymiya, Allama Ibn Qayyim Javzi, Allama Muhammad G'azali, hozirgi ulamolardan doktor Aiz Al-Qarni, doktor Muhammad Arifi, Allama Salman Avda qatorliq ulamolarning asarlarining ma'naviyatga munosabatli boblarini nuqtali holda qayta o'qib chiqdim va ko'p foydalandim. Bu jarayonda qo'lga keltirgan hasilatlarimni musulmon Uyg'ur xalqiga yetkazib, ular bilan birga foydalanish qaroriga keldim. Shuning bilan astoydil izlanish va qadr-qimmat to'plash natijasida bu asarni yozib chiqib xalqimga sundim. Bu asarni Baxt Saodatning 40 retsepti deb atadim. Bu asarda yuqorida ism shariflari tilga olingan ulamolarning va ba'zi tajriba egilarining so'zlaridan olingan naqllar ko'proq o'rin oldi. Biz bu asarni nurg'unlagan kamchiliklardan va ba'zi xatoliklardan xoli degili bo'lmaydi. Şuna hürmetli okurmanlarımızın samimi tuzitish berishini umid qilaman. Janobi Alloh taolodan bu oddiy amgikimni
foydali ilmlar qatoridan qabul qilishini tuvanchilik bilan so'rayman. Muhammad Yusuf. Baxt saodat degan nima? Baxt saodat degan nima degan savol falsafadagi eng qadimiy klassik savollardan biri bo'lib, hozirgacha buningga qanoatli javob topilmagan. Faylasuflar dastlabda yashashning g'oyasi faqat baxt saodatga erishishdir deb qaragan. Ondan ular shu baxt saodatga erishishning yo'llari ustida ixtiloflashgan. Aflatondan ilgirki yunonlik faylasuflar baxt saodat degan o'tirxonlik va tansaqliqqa bo'lib, uni hosil qilishning yo'li tarki dunyolikdir deb qaragan. 14-asrda o'tgan faylasuflar baxt saodat degan erishgili bo'lmaydigan bir armon bo'lib, uning haqiqati yo'qdir deb qaragan. 18-asrda o'tgan faylasuflardan Immanuel Kant inson o'zining mas'uliyatini erkin, ozoda ado qila olsa, shu chog'da u baxt saodatni his qila oladi deb qaragan. Tolstoy biz ko'pincha vaqtlarda baxt saodat yanimizda tursimi, xuddi ko'zimizda turgan ko'z aynakni izlagandek uni izlab yuramiz degan ekan. Ulamolar baxt saodatni tuvandagidek ta'riflaydi. Baxt saodat inson o'zi yaxshi ko'radigan ishdan yoki birov uchun kishilarning qilib qo'ygan ishidan hosil bo'ladigan xushallik tuyg'usidir. Baxt saodat ko'ngilni xushal qiladigan, dilni aram topqizadigan, yurakni yashartadigan narsadir. Baxt saodat hammaga rozi bo'lishdir. U iymon bilan to'lgan qalbdan etilib chiqadi. Baxt saodat huzur halovat his qilish va ko'ngil ozodlikdir. Xulos qilganda baxt saodatni birla tarafga qisqartib qo'yg'ili bo'lmaydi. Chunki hamma odamning baxt saodat his qilish yo'li o'xshash bo'lmaydi. Ba'zilar baxt saodatni boylikdan izlaydi. Ba'zilar uni mansab, mavqedan izlaydi. Yana ba'zilar farzandlardan izlaydi. Lekin haqiqiy baxt saodat tuyg'usi hech o'zgarmaydi. U bo'lsa-mu insonning ichki dunyosini voyaga yetgan rozimanlik, xushallik va mamnuniyat bilan qoplagan his tuyg'udir. Psixologlarning va ulamolarning aytishicha, xushallik deganni sirtdan import qilg'ili bo'lmaydi. U faqat kishining ichidan keladi. Undaqda xushallikni mol dunyodan, huquq mansabdan izlayotgan insonlarni qumliqdan suv izlayotgan kishilar deyishga bo'ladi. Xushallik izlash kerak narsa, ammo uni o'zimizdan chiqaramiz. Chunki dil xo'shligi va dil aromi ne'matlarning eng kattasidir. Dil xo'shligi zehningizni turaqlashtirib, ijodiyatlaringizni ravonlashtiradi. Ba'zilar xushallanish o'rganishga arziydigan bir turlik san'atdir deyishadi. Xushallikqa erishishni bilgan kishi baxtli turmushni qo'lga keltirgan kishidir. Baxt saodat degan ma'naviyatga taalluq uqum bo'lib, uni ko'z bilan ko'rgili, tarozi bilan o'lchagili bo'lmaydi. Uni boylik kallardan yoki o'rda xazinalardan topqili bo'lmaydi. Uni pulga sotib olg'ili texami bo'lmaydi. Baxt saodat shunday narsaki, inson uni turmushning hamma taraflarida his qilib, tangdoshsiz lazzatga to'ladi. U dilning aromi, vijdonning rohati, ko'ngilning shodligidir. Uninga erishgan kishi qalbning eng cho'nqur qatlamlarida voyaga yetgan ozodlik va huzurni his qiladi. Baxt saodatga erishish hamma odamning birdek orzusi bo'lib, mayli sodda fikrlik odatli kishilar bo'lsin yoki mutafakkur olim bo'lsin, hamma baxt saodatga erishishni xohlaydi. Shohlar o'zlarining hashamatli o'rdinlarida baxt saodat yo'qligidan ursa, gadoylar o'zlarining g'aribona kulbillarida baxt saodat izlab cho't so'qidi va eng shirin tushlarni ko'rdi. Biroq u urib, bu cho't so'qib izlayotgan baxt saodat degan nima? Zodi u qayerda? Uni qanday erishgili bo'ladi? Bu kitob sizning bu savolingizga javob berishga tirishadi. Hurmatli qarindoshlar, bugungi kitob tanishtirishimiz mush yerda oxirlashdi. Anglab berganingizga rahmat. Agar yangidan tanishtirilishni xohlagan kitoblaringiz bo'lsa, inkos orqali bizga bildirishni unutmag'aysiz. Va kunimizda chiqayotgan yangi kitoblardan va chiqmoqchi bo'lgan kitoblardan vaqtida xabardor bo'lib, uning qisqa mazmunidan xabardor bo'lishni xohlasangiz, kanalimizga a'zo bo'lib, boshqalar bilan hambaharlashni unutmag'aysiz. Rahmat. Taklimakan kitobxonasi.